uyga kelgan chaqaloq muborak. Uyida bayram bo'lib, qozonlar oshga to'lib, barakatli mehmonlar muborak. Ko'pchilikning duosi ijobat, siz bilan uyi to'la muhabbat. Allohim berar go'zal alomat, Muhammadning ummati muborak, muborak. Uyga kelgan chaqaloqlar muborak, muborak. Muhammadning ummatlari muborak, muborak. Barakatli mehmoningiz muborak, muborak. Joningizdan bir parcha jon muborak. Kimki sevsa qudasın, keltirar el havasın. Kelasi yil o'ynatsın, beshigida nabirasin. Kelasi yil o'ynatsın, beshigida nabirasin. Qudalar jon qudalar, mehribon jon qudalar. O'g'lu qiz to'yida bugun shodon qudalar. Qudalar jon qudalar, mehribon jon qudalar. O'g'lu qiz to'yida bugun shodon qudalar. Diqqat qilamiz, diqqatimizni jamlaymiz azizlar. Mana bugun Ne'matlar xonadonida to'y tantana shodiyona dasturxonlar tuzalib, mehmonlar to'yga chaqirilgan, qo'ni qo'shnilar, birodarlar, quda andilar, tog'alar, jiyalar, ukalar, og'alar, yugurib yurgan bolajonlar, to'rda o'tirgan xolajonlar, kuy chertuvchi sozandalar, qo'shiq aytuvchi xonandalar, video tasvirchilari mana shu to'yxona sizlarning xizmatingizda. Mana bugun to'y shodiyona kun Javohir Bekning bir yosh to'ylari qo'shaloq to'y deymiz. Beshik to'ylariga xush kelibsizlar, qalmoq qarindoshlar, qaro ko'zlar, shirin so'zlar. Davrani ochib olishimiz kerak. Dasturxonga qaraymiz, yaxshi niyat tilaymiz, yaratgandan bugungi kunda zo'r o'tishini so'raymiz deb davramizga marhamat qiling. Bekmurod akamiz oqsoqolimiz kelsida o'rtamizda ochib bersa, keyin yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bo'lsa, kelib yozib kelsangizlar. Bekmurod aka kelingiz, elimizning og'asi deb, o'sha yilning ulug'i deb, o'sha yerda ko'p minnatlar singan, ko'p yillar mahalla raisi bo'lib ishlagan, obro'li lavozimda og'amiz.
Behunadaga hoş geldiniz. Ortadan açıp bersangiz. Assalomu alaykum hurmatli og'ayni, yigitlar. Bugun mana önümüzün bugün armanda bizgen armanı bo'lgan ekan, armanda yetgan ekan. Qutlug' bo'lsin to'ylaringiz. Balamni nemerangiz bir ulkan yigit bo'lsin, yerga bir tanishdi, o'zining yerida yigit bo'lsin. O'satgan qarako'z barlaringiz kelgan qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Har doim o'z to'ydan bastlaringiz ochilmasin. Ne dileseniz de dilekleriniz kabul olsun. Bugün bana o dasturxon joyib sizlarga yeb o'tgan ekan, o'z dasturxonni barli jo'xti qilib, o'zini yaxshilab o'tkazaylik. Siz bor, biz bor. O'z kevuzni berib, mana arzamizlarimiz bor. Kemchilik qilmaymiz-da. Xudo. O'zim barqam qilib nelar. Dasturxonni ochib deyin, barqam taqib ko'rib söz berganiniz uchun katta rahmat. Arkadaşlar dostlar to'yda atqarib, tilak aytib, dasturxonni ochib bergan Sharshaman arkadaşlar alg'is aytib, yurib to'ydan to'yga o'tdik. Balajonlarning soni ko'paysin, yerimizning soni ko'paysin. Bo'lashaq jastardagi bo'lashaq deydi bu. Rahmatlar aytamiz, ikki tilda gapiramiz. Ana daraxtning ikki butasi bor. Biri o'zbek, biri qozoq bo'lsa, mevalari qoraqalpoq, tatar, o'zbek, barcha millat ana shu daraxt gullab turgan daraxt. Etni tirnoqdan ayira olmagandek, hech kim millatni ayira olmaydi, ayirmasin ham. Dasturxonlarga qaraymiz, yaxshi niyat tilaymiz. Javohir Bekjonga uzoq umr tilaymiz. Nasib bo'lsa, mana shu maktabga borganda sumka to'ylarida, qolaversa maktabda a'lo baholarni bitirib, oliy dargohlarga kirib, oliy dargohlarni bitirib, vaqt oqar daryo deydilar. Ana shu davramizning to'rida kelin kuyovlik libosida ko'rsak farzandlarimizni, nasib etsa Xudo xolasa o'sha kunlarga ham ko'z tugal yetkazishini so'rab qolamiz azizlar. Dasturxonga qaraymiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. Ayni yoz vaqti dasturxonlarda ichimliklar, barcha narsalar bisyor, barcha narsa ko'p, qo'l qo'yishga joy yo'q. Ana shu chiroyli dasturxon atrofida chiroyli so'zlar qilaylik. Yaxshi niyat bildiraylik. Yoqimli ishtaha tilaymiz. Kuy qo'yga ulansin, qo'shiq qo'shiqqa ulansin, to'yning orti to'y bo'lsin deydi xalqimizda. Dunyoga kelgan ekan, qandaydir bir musiqa ohangidan ana shunday nay navosida deydilar. Ohang musiqa, og'ir musiqa bo'lganda inson ko'zini ochib dunyoga kelgan ekan. Qancha maqtaymiz, qancha yaxshi niyat bildiramiz, insonlar, xalqimiz tinchlik uchun deb, do'stlik uchun deb, birodarlik uchun deymiz. Zamonimiz tinch bo'lsa, ko'nglimiz xotirjam bo'ladi. Ko'nglimiz xotirjam bo'lsa, to'y tantana shodiyona bo'ladi. Osmonimiz ochiq bo'lsin. Ana shu xonadonda hamisha kelganlar yaxshi niyatda kelsin, kelganlarning qadami qutlug' bo'lsin, martabalar ulug' bo'lsin. Validajonimizning umriga umr tilaymiz. Yaxshi niyat yarim davlat deydilar. Tinch bo'lsa agar samo yering, boqqa chiqib gullar tering, qo'shiq tinglayman deganlar Husanjon Bunyodbekka navbat bering. Qo'shiq tinglaymiz, yoqimli ishtaha tilaymiz, navbatni san'atkorlarga beramiz. Bo'lsaydi iqtidormanda suratingni chizgan bo'lardim. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim.
sen mehmon eterdin aşkın namoyon mazza qilib bir oromjon qo'llaringni kesgan bo'larding yashayman hamon ishon seni sevaman yomon qalbimdagi umid sen chinon suratingni chizgan bo'larman yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardim oramizda kechar savdoga yana bag'rim tikkan bo'lardim yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardim oramizda kechar savdoga yana bag'rim tikkan bo'lardim Shon qo'shilsin Shavkatingga, san'atkorlar ming rahmat. Kuy va qo'shiq san'atingga, ovozingizga ovoz, sozingizga soz tilab qolamiz. Xalqning yaxshi kunlarida hamisha xizmat qilishdan charchamang, tolmang deb qolamiz. Fayzli xonadondan mehmonmiz, yaxshilar hammamiz yaxshi niyatda kelganmiz, yaxshi niyatli insonlar. Tilaklarimiz mo'l, aytar so'zimiz ko'p, yaxshi niyat bo'ladi albatta. Allohim ana shu niyatlarni mustajob ijobat qilsin deb qolamiz. Ana shu kunlarga yetkazgan bizlarni voliday muhtarama, padaru buzrukvorlar bo'ladi. Ya'ni ana shu ota-onalarimiz, bolajonlarimizning ota-onalari, bobo-momolarimiz. Ayol bu poklikdan yaralgan navo, taqdirida tinchlik, muqaddas sado, tiriklik sut ichgan, suv ichgan daryo. Bir qo'lida beshik bo'lsa, birida dunyo. Bu diyorda obro' nomus, shon shavkatdir ayol. Shon shuhratdan yaralgan mehr muhabbatdir ayol. Ko'kdagi quyoshni ham charchatgusi mehnatlari 360 tomiri ish birla zahmatdir ayol. Bu diyorda bir quyosh bor, bitta oy bordir vali. Yerdagi nur mohitobon shamsu talatdir ayol. Shunchalik maqtasam hech adolat qilmag'ay. Qayta jon ato etguvchi rag'batdir ayol. Muhabbat bog'ida ungan chechaklar, yulduzlar yuzidan tomgan tilaklar, buloqlar ko'zida suzgan yuraklar, jonimiz rishtasi emasmi ayol? Bahorni bog'larga yetaklab kelgan, farzandi yonida oy bo'lib to'lgan, ilk aytgan qo'shig'i allalar bo'lgan, jannat farishtasi emasmi ayol? Ayolga, ota-onaga hamisha ta'zimdamiz. Ota-onaning so'zi farz deydilar. Onaning so'zi farz, otaning so'zi farz. Qarz bo'lar ekan, hech qachon bulardan uddan qila olmaymiz. Boshimiz ekkuncha ta'zim qilamiz ota-onalarga, negaki shu kunlarga bizlarni yetkazdilar. O'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan. Shu kunlarga bizlarni boshqalardan kam qilmay, sog' salomat yetkazgan. Marhamat qilasiz, davraga kelasiz. Farida onajonimiz Xudo andalar tomonidan xudolarimiz, xudog'aylarimiz, Ikrom aka boshchiligidagi Gulmira onajonlarimiz, Mamoqchidan kelgan mehmonlar, ana shu bolajonimizning bo'yi bobolari. Keling marhamat xudo andalar. Rahmat san'atkorlar, sizlarga ham tashakkur. Ana shunday to'yga bosh qoshiq bo'lib, mana ko'pchilik bilan bo'lib turgan to'y, ko'pning aytgani ko'l degan, ko'pning aytgani duolar qabul bo'ladi degan. Onalarimiz, sizlarga rahmat, sizga ham tashakkur. Ana shunday davraga kelib fayz kiritdingizlar. Chiroyli so'zlar bilan, yaxshi niyatlar bilan davramizni davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, zo'raqin aka, mehmonlar. Mana davramda tuman qilgan yuzlarga kirsin. Katta o'qishlar. Boğazını, diyisini, nafaqatini ko'rayversin-da. To'ylarda o'tiraveraylik. Mana 5 tiyinni olib kelgan akamizdan Xudoga 5 yil qilib bersin. Otimiz abadiy bo'lsin, Xudochilik mingilchi bo'lsin. O'ynab kulib yuraveraylik-da.
Assalomu alaykum, uzoqlardan kelgan qarindoshlar. Hammalaringizni xush kelibsizlar. Mana Javohir bolam bo'lgan kundan tabriklayman. Allohim yuzlarga kirsin, eliga, yurtiga xizmat qiladigan yutuq bir kadrlardan bo'lib yetishsin. Qizim bilan kuyovim Allohim baxtli bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Xudoyim boshida bosh bo'lib, Allohim yuzlarga kirib yursin. Tabriklayman. Navaramda. Ben yuzlarga kirsin, xudochiligimiz ming yilchilik bo'lsin. Bordi keldi, bundan ham katta to'ylarida o'tiraveraylik yig'ilishib. Allohim kelin to'ylarida ham o'tiraylik, shunday to'ylar olib keldi. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, xudoandalar. Hammalar xush kelibsizlar. Bugun nevaram Javohirimni bir yoshi. So'zlar uchun hamisha uyingizda, xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Kelib xizmatda bo'laylik. Ko'p bilan bo'lgan to'y tarqamas, ko'pning aytgani ko'l degan. Rahmat aytamiz, o'tirishga ruxsat beramiz. Xudoandalar, xudoylar bordi keldi uzilmasin, oralar buzilmasin, qudalik zanjiri abadiy bo'lsin deb qolamiz. Endi azizlarimiz, yaqindan tashrif ketamiz. Bugun hammamiz yaxshi niyatda kelganmiz, aytib o'tdik yana bir bora. Ana shu san'atkorlar ham to'y bo'lsin deydi, to'y tilaydi, yaxshi niyat bildiradi. Xalqning kecha kunduz xizmatida bo'lgan mana san'atkorlarimiz Kalimeyev tumanida, ana shu tumanimizning eng oldi san'atkorlaridan ana shu to'ylarni o'tkazib kelayotgan obro'lari yanada martabalari ulug' bo'lsin, oshsin deymiz. Husan Manaliyev boshchiligidagi yaxshi kunlarning izi o'chmaydi sira. Shirin shakar damlardan sizga xotira. Mana shu original studiya G'alim ukamiz bugun video tasvirga muhrlamoqdalar. Nasib bo'lsa, barchasi zo'r bo'ladi. Yaxshi kayfiyatda to'yimiz davom etadi. Mana hozir kaboblar tortilmoqda. Uning orqasidan yana taomlar ko'p. Mana shu chiroyli bo'ladi deb qolamiz. Osmonni oy yoritsa, yerimizni Aqil akamizning mana chiroqlari hamda ilk ishda ishlar ekanlar. Ishkalardagi oq, qizildan, shirinidan, achchig'idan tortib. Qo'lida mikrofon, turibdi o'rtada suxandon, sho'rxildan kelgan, kamarbasta bo'lgan to'yingizga xizmat qilayotgan ukangiz, ana bugun sizlarning xizmatingizda bo'lib qoladi deb qolamiz. Bolalar bor, kelajak bor dedik. Bolalar bor, beshik bor. Beshik bor, bordir kelajak hamda avlod. Ana shu bolajonimizni mana Mirzabek ukamiz keling o'rtaga bolajonimizni shunday olsakda o'rtani to'ldirib, bir aylantirib niyat qilaylikki, men ham o'g'il farzandlar ko'rsam, men ham qiz farzandlar ko'rsam, ana shunday to'ylar bersam deb sizlar ham ataganlaringiz bo'lsa, ko'ngildan chiqarib, bolajonimizga yaxshi niyat uchun san'atkorlardan chiroyli musiqa bo'ladi. Javohirbekni o'rtaga olib kelib, davraga taklif etamiz. Marhamat. Bolajonim, meni shirin to'yini sevadi joning baxtiga, oyi joning baxtiga, sog' bo'lgin, omon bo'lgin har doim. Bugun seni tug'ilgan kuning, yulduz kabi porlaydi ko'z
Sizga ochiq dasturxon to'yxonasi, qani keling amma xola tog'asi. Sizga ochiq dasturxon to'yxonasi, o'ynab kuling shu to'yni bahonasi, o'ynab kuling shu to'yni bahonasi. Bugun baxtli otasi-yu onasi, bugun baxtli otasi-yu onasi. To'y bola, hey to'y bola, shirin bola, sho'x bola. To'y bola, hey to'y bola, shirin bola, sho'x bola. To'y bola bo'lsin bugun to'y bola. To'y bola bo'lsin bugun to'y bola. Baxtli zamoni davronin surgaysiz, shu bolani kamolini ko'rgaysiz. Baxtli zamoni davronin surgaysiz, shu bolani kamolini ko'rgaysiz. Nikoh to'yida quvonib yurgaysiz, nikoh to'yida quvonib yurgaysiz. Kampir bo'lib bobo bo'lib yurgaysiz, kampir bo'lib bobo bo'lib yurgaysiz. To'y bola, hey to'y bola, shirin bola, sho'x bola. To'y bola, hey to'y bola, shirin bola, sho'x bola. To'y bola bo'lsin bugun to'y bola. To'y bola bo'lsin bugun to'y bola. Ko'zmunchoqlar taqib qo'ying qo'liga, ko'z tegmasin to'y bolaning to'yiga. Ko'zmunchoqlar taqib qo'ying qo'liga, ko'z tegmasin to'y bolaning kuyiga. Chiroyli ashulayu kuyiga, janob Rasul keldi bugun to'yiga. Janob Rasul keldi bugun to'yiga. To'y bola, hey to'y bola, hey to'y bola, shirin bola, sho'x bola. To'y bola bo'lsin bugun to'y bola. To'y bola bo'lsin bugun to'y bola. Bobosining erkasi, shu yurtimning erkasi. Bobosining erkasi, shu yurtimning erkasi. Halol bo'lib ulg'aysin, yil ko'rmagay yelkasi. Halol bo'lib ulg'aysin, yil ko'rmagay yelkasi. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar, safdorlar. Avvalambor barchangizga bugungi to'y muborak bo'lsin. Faridajon, qo'llaringga rohatli bo'lib, charchama. Har doim shularni qizig'i bilan katta firmoma bo'lib turadi. Azizlar, mana bugun xudoaylab, buzilib, yorilib, shuncha narsa olib ketdi nabirasiga, qiziga. Mana shu sarpolar, mana kelinimizga kuydak, chopon, mana nabirasiga kiyimlar, oho, mana nima deymiz? Mana shu narsalarni hammasini nabirasiga atab kelgan. Mana dasturxonlarigacha. Hozirgi zamonimiz shunday bo'ldi-da, eshik to'yiga ham qizlari, mana sachoqlari. Yostiq, ko'rpachalari, ko'rpalari. Mana. Eshik olib kelgan, eshikda hamma arzonlarini olib kelgan mana taxlar. Chiroyli qilib. Onani qizga atalgan 3 ta farzi bor deydi-ku. Bittasi ism qo'yish, ikkinchisi beshik, uchinchisi lachak deydi. Mana bugun kelinimizning onajoni onasini oldidagi 3-farzini ham o'zayapti. Ya'ni beshik hamda lachagini olib kelgan. Marhamat. Mana qaranglar. Ko'rpachasi, o'yinchoqlari, hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Hamma qo'zg'oq, ko'rpachalari, yozlik, qishlik, hammasi bor. Bitta yoping'ichlari ham, yozlik, qishlik hammasi. Mana bolajonlarga qaranglar. Yozligi, qishligi, sportivniy hammasi bor. Kimeriyalar to'plama. To armiyaga borgancha yetadi. Mana o'yinchoqlar to'plama. Birinchi sinfga
ariqqa bormaydi. Desserlangan suvni quyib berasan Farida, qilaveradi hovuziga. Topganlaringiz qilag'ay, hamma vaqt farzandlaringizni qizig'iga buyursin. Faridajon, senga ham muborak bo'lsin. Qiynalma mana qara. Shuncha narsa keldi. Kelin qilgan mazali qiz chiqargandan ko'ra uying to'ladi. Qiziga lachak ham olib kelgan. Ke mana yo'q. Aytdim-ku, qulog'ayimiz 3-chi farzi. Lachak ham olib kelgan qiziga. Ham kelin salom. Baxtli, taxtli bo'lsin. Kelinimiz nasib bo'lsa o'zidan. Tur. Kelin olib kelsin. Yıqqan terganni yig'lab yolg'izgina kelinga boyaga nima deydi, katta qopag'on dibga bog'lasa ham uzalmaydigan trosdan otdi. Quti bo'lsin kelin. Baxtiga mana shunday chiroyli bo'lsin. Kelin oy gelin, güzellikka boy gelin. Agar ko'nglim topsa, so'ray ko'rdi joy gelin. Agar to'ydan 3 kun o'tib boshlanadi hammasi. Hayot degan ko'ramiz, turmush degan damlasi. To'ydan 3 kun o'tib yaxshilar, qaro ko'zlar, shirin so'zlar. Kimdir omad kutib o'tadi, kimdir qomat tutib o'tadi. Kutganga bor bitta nasihat, kuy qo'shiqqa fursat yetadi. Kimning qo'li mudom oshgadir, kimning yo'li tikan toshgadir. Kuygan boshqa, suygan boshqadir, kuy qo'shiqqa fursat yetadi. Kimdir bog'i, kimdir cho'ldadir, derlar yigit moli yo'ldadir. Hasad emas, havas dildadir, kuy qo'shiqqa fursat yetadi.
kim bitkazib bitib o'tadi, kim yutqazib yutib o'tadi. Umid bilan yashaydi inson. Bunyodbek Davlatovga navbat yetadi. Davramiz chiroyli qo'shiqlar bilan davom etadi. Xudoandalarni, tog'alarni, jiyanlarni, ukalarni, o'g'illarni, mahalla ahlini, barchani sho'x-sho'x taronalar bilan davramizga kelgan san'atkor Bunyodbek Davlatovning sho'x ohanglar bilan davramiz davom etadi. Marhamat. Qadam tashib keladi, nafrat yurib keladi, aqlimni qo'yadi bir qiyofa qashtamada. Ko'zlarim aldashadi, gözlarim qalmashadi, quyoshdan o'tadi salqiya boqsashim ana. Yurishi bir boshqacha, gülüşü bir başkaca, yürüyüşü bir başkaca, gülüşü bir başkaca. Canımdan erkeliyman, sanıman 100 yaşkaca. Canımdan erkeliyman, sanıman 100 yaşkaca. Qadam taşab keladi, naslab yurib keladi, aqlimni qo'yadi bir qiya boqishda mana. Ko'zlarim adashadi, gözlarim qalmashadi, quyoshdan ham o'tadi salqiya boqsashim mana. Qadam taşab keladi, naslab yurib keladi, aqlimni qo'yadi bir qiya boqishda mana. Gözlerim adashadi, gözlerim qalmashadi, quyoshdan ham o'tadi salqiya boqsashim mana. Saçaman, saçaman, sana mehrim saçaman, 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 sana mehrim saçaman. Şu gün gelmesen eğer, seni taşlab kaçaman, batır gelmesen eğer, seni taşlab kaçaman.
görüşünce endi yolun yasvidanya. Endi yolun görüşünce yasvidanya. Endi gülüm hayır gülüm yasvidanya. Endi gece hayır canım yasvidanya. Görüşünce endi yolun yasvidanya. Yanımda zikir oynasan, hazırlaşıp cikir oynasan. Sevayım başkaca gerek düşünmedim, doğrusu neredenliğini bilmedim. Sen yanımda zikir oynasan, hazırlaşıp cikir oynasan. Sevayım başkaca gerek düşünmedim, doğrusu neredenliğini bilmedim. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamızın, çırayın başkaca sen kızaydamızın. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamızın, çırayın başkaca ey kız aydamızın. Qamadingni qaltiratib o'ynasan, chirayli sen hamma qizdan o'ylasam. Kiyinishlaring ham sani boshqacha, man nishading sana qarab to'ymasam. Qamadingni qaltiratib o'ynasam, chirayli sen hamma qizdan o'ylasam. Kiyinishlaring ham sani boshqacha, man nishading sana qarab to'ymasam. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamizin, chiraying boshqacha sen qiz aydamizin. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamizin, chiraying boshqacha ey qiz aydamizin. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamizin, chiraying boshqacha sen qiz aydamizin. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamizin, chiraying boshqacha ey qiz aydamizin. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamizin, chiraying boshqacha ey qiz aydamizin. Bukhara, Navoiy, Sarmaydamizin, chiraying boshqacha ey qiz aydamizin. Lo'qi suvlar oqar edi, menga o'sha jansi yoqar edi. Daraxtlarida gullar guldak ochar edi, lablaridan o'pkam kelar shunaqangi shakar. Ko'nglim bo'lak soching tolasidan, aybi seni onang chiroyli jansek jonim. Shamol essa shamoldan, daryo to'ksa daryodan, yomg'ir yog'sa yomg'irlardan, rashk qilaman-da. Janse jansera, meri yoshiki masti da.
qo'shni guli qizg'onardi meni sendan o'sha guli ay ko'kshi guli ko'kshi guli qo'shni guli qizg'onardi meni sendan o guli İşçimiz sahte idik, sevgimiz ham beg'ubor. İsmimiz yosar edik, eslikdami u devor. Hali hamon yodimda, qolgin dedim yonimda. Seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Ko'kshi guli, ko'kshi guli, eslatadi sevgimizni ekshi guli. Qo'shni guli, qizg'onardi meni sendan o'sha guli. Ay ko'kshi guli, eslatadi sevgimizni ekshi guli. Qo'shni guli, qizg'onardi meni sendan o guli. Hali hamon yodimda, qolgin dedim yonimda. Seni jondan sevgandim, eng gullagan onimda. Ko'kshi guli, eslatadi sevgimizni ekshi guli. Qo'shni guli, qizg'onardi meni sendan o'sha guli. Ay ko'kshi guli, eslatadi sevgimizni ekshi guli. Qo'shni guli, qizg'onardi meni sendan guli. Qizil qanday ko'kni bo'lib jism balday qizil o'rik izi ko'rib ko'ngil sharigim qizil qanday qizil o'rik suyib qoldim men seni ko'rib qizil o'rik qo'yishim ahal ko'ngil bo'lib qizil o'rik suyib qoldim men seni ko'rib qizil o'rik qo'yishim ahal ko'ngil bo'lib. Qizil o'rik to'kilgandek, qora shoshim o'rilgandek, sening nurlar didorimdan kunning ko'zi ko'ringandek. Qizil o'rik suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil o'rik qo'yishim ahal ko'ngil bo'lib. Qizil o'rik suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil o'rik qo'yishim ahal ko'ngil bo'lib. Qizil o'rik suyib qoldim men seni ko'rib. Qizil o'rik qo'yishim ahal ko'ngil bo'lib. Qanay keling mehmonlar, otilmoqli orlar, shu to'y
basın gazını Aynalı bir basın gazını 1, 2, 3, 4 ayak yere değmesin Kabızlara aytama şaşıqadan kiylesin 1, 2, 3, 4 ayak yere değmesin Kabızlara aytama şaşıqadan kiylesin Şaşıqadan kiylesin 1, 2, 3, 4 ayak yere değmesin Kabızlara aytama şaşıqadan kiylesin 1, 2, 3, 4 ayak yere değmesin Kabızlara aytama şaşıqadan kiylesin 1, 2, 3, 4 ayak yere değmesin Kabızlara aytama şaşıqadan kiylesin Qir adirda mavjuradi bug'doylari, biyasiga ergashadi bo'l soylari, 40 kokilli qizlari bor 100 oylari, shuning uchun musulmonning noni butun. Mehnatkashdir, mehnatdan hech qochmaydilar. Yurtni suyar, dushmanga sir ochmaydilar. Yolg'iz taom yeyish uchun shoshmaydilar. Shuning uchun musulmonning noni butun. Ayvonini bezab turar ustunlari, non yopganda chiqib turar tutunlari. Mehnatidan taxlangandir o'tinlari. Shuning uchun musulmonning noni butun. Yayrovida suruv qo'ylari bor. Bugun emas, erta uchun o'ylari bor. Karnay surnay ado bo'lmas to'ylari bor. Shuning uchun musulmonning noni butun. Dar haqiqat shoir yozganidek, ana shunday o'ziga to'ybob xalqimiz. Hamisha kunimiz to'y bo'lsin, yaxshi niyat bo'lsin. Tilaklar qabul bo'lsin. To'yimizga kelgan yana bir guruh mehmonlarimiz bor ekan, tog'ajonlari, Akbar tog'asi, Olim aka tog'ajonlar bor bo'lsa keling, o'rtaga yuring. Niyatlar bo'lsa aytib, sovg'a salomlarni bering deb qolamiz. Kelganingizning o'zi bir sovg'a. Aytilgan so'z, yurakdan aytilgan so'z, undan ham ortiq sovg'a. Kelinglar tog'ajonlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xudolar. Mana Ko'limiq tumani Shu'lanish qishlog'idan Ne'matlar xonadonida mana katta to'y tantana Javohirjon jiyanimizni mana yosh to'yida o'tirgan ekanmiz. Bugun ana shu yosh to'yi munosabati bilan xudolarni mana bu bojamni, Ikromjonni hammalarini chin yurakdan tabriklayman. Mana yuqorida bo'lgan hamma yaxshi niyatlar, yaxshi so'zlar, yaxshi tilak, yaxshi istaklar bugun sizlar uchun. Xudoy, sog' bo'lingizlar. Bu kunlarga shukrona aytish kerak. Shukrona aytib, shukr qilib odamzod yashash kerak. Shu uchun mana bu to'kin dasturxon, bu aziz mehmonlarni kutib olish shuncha mehnatni o'zi bo'lgan yo'q. Ana shu uchun sizlarga rahmat. Sog' bo'lingizlar. Mana aytilgan gaplar hammasiga qo'shilamiz. Javohirjonni sunnat to'ylarida, qolaversa mana diplom to'ylarida, nikoh to'ylarida hammamizni o'rnimiz yo'qolmasin. Ana shu aziz davramizda o'tirgan aziz insonlarni yana bundan-da ko'payib o'tirishini va bundan-da xursandchilik kunlarida, yaxshi kunlarda hammamizni ana shunday avzubirchilikda, Xudo hamdardchiliklarimiz 100 yilchiliklarga cho'zilib, bordi keldimiz bo'lib yaxshi kunlarida ana shunday o'tirishni Xudo nasib qilsin. Hammalaringizni bu kun bilan tabriklayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hammalaringizga rahmat. To'ylar hammamizga qulluq bo'lsin. Sog' bo'lingizlar. Nima deymiz? Xush kelibsizlar, mehmonlar. Yanimizda tabriklaymiz. Yuzaga kelsin, kelin to'ylarida, diplom to'ylarida yaxshi kunlarga erishsin, dastur o'yli bo'lsin, yaxshi kunlarga kelin. Kamroq bo'g'rak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xush kelibsiz. Rahmat aytamiz. Xush kelibsiz. To'ylaylik, to'kilmaylik. Hamisha to'yda salom alaykum qilib uchrashib yuraveraylik. Mulki borliq ichra bir mahal, ko'rkamgina olam yaralgan, bermoq uchun dunyoga sayqal,
olam aro odam yaralgan. Shundan beri inson tinmayin, shu yer uzra ter to'kar hamon, yerni go'zal qilgani sayin go'zal bo'lar o'zi ham inson. Yaxshi niyat aytsak, elimiz go'zal bo'ladi, yuzimiz go'zal bo'ladi. Yaxshi niyat bilan aytsak, ijobat bo'ladi. Yurtimizda alvon chechaklar ochilsin, samo musaffo bo'lsin, ko'nglimiz xotirjam bo'lsin, tinchlik bo'lsa, mana bunday to'y bo'ladi deya yana bir guruh mehmonlarimiz Qudag'aylari, Robiya xola, Gulbahor do'stimizni, sinfdoshimizni mikrofon qarshisiga, qalbimiz qo'riga, davra to'riga chorlaymiz. Kelinglar, xolajonlari, Robiya xolasi keling, Gulbahor sinfdoshimiz, siz ham keling, marhamat. Qudag'aylar kelsin. Yaxshi niyat bildiramiz. To'ylar qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Mana shu bolajonimizni nasib bo'lsa, maktabga borganida, keyin sumka to'ylarida, maktabni bitirish ostonasi to'ylarida, oliy dargohlarga kirganida, diplomlar bilan, qizil diplomlar bilan, undan keyin uylanish to'yida ham san'at qilish sizni bizga nasib etsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mezbonlar, mehmonlar. Bugungi mana yig'ilishimizning sababchisi mana jiyanimizning Javohirjonning yosh kunlariga yig'ilgan ekanmiz. Bu to'y hammaga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqi bilan bergani bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. O'g'limizda aytganlaridek shunday chiroyli gaplar, so'zlarga qo'shilib, yosh to'ylarida, nikoh to'ylarida bundan keyin yig'ilishimizda hammamiz yaxshi kunlarda yetishib bir-birimiz bilan qudachiligimiz, hamdardligimiz ming yillar davom etib, viloyat borishib kelishib yursinlar. Mana Allohning har bir kuniga shukronalar aytamiz. Har bir bergan dasturxoniga shukronalar aytamiz. Allohdan so'rab qolamiz. Shu xonadonlarda doimo shu Xudoyim xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsa, o'sha yaxshi kunlarga kelishsa, bizlarga nasib o'zaylasin. Assalomu alaykum. O'ziga yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Javohirjon jiyanimizning 1 yoshi ekan. Tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Ota-onasi niyat qilgandek farzand bo'lib yetishsin. Farida opa, sizga ham qutlug' bo'lsin. Mana bitta o'g'lingiz ikkita bo'ldi. Allohimga shukr. Bugungi xushxona kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Shularni baxtiga sog' bo'ling. Eng yomon kunlaringiz shunday bo'lsin. Xudochiligimiz ming yilchilik bo'lsin. Bolalaringizni huzurni ko'rib yuravering. Kelganlaringiz uchun rahmat. Rahmat aytamiz sizlarga ham, kelib quvontirdingiz. Yaxshi niyat o'zingizga ham sherik bo'lsin. To'ylar qutlug' bo'lsin. Muborak bo'lsin deb qolamiz. Sog' salomlar bormi? Mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun qaynim nevarachasiga, yosh to'yisiga, beshik to'yi, lachak to'ylarini olib ketdi. Xudoyjonlar to'ylari muborak bo'lsin. Qaynim bilan kelinimga ham nevaram muborak bo'lsin deyman. Senga ham jiyanchalar muborak bo'lsin. Kebaqa senga atalgan sovg'alarimiz bordi, kiydirib yuboraylik. Hammalaringiz uylarda mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda hali shunday doimo o'ynab, kulib, ko'payishib bitiraveraylik. Qaynim dadam mana kelmadi, xafa bo'lma, hammasi uchun o'zim keldim. Xudoyga sog'boy bor ekan, Xudoyga. Sog'a salomlar topshirishga ruxsatlar berib qolamiz. Yaxshi kunlarga kiying, buyursiz. To'ylarga yaxshi joylar kiying qo'ying. Xudoandachilik hamisha ana shunday barqaror bo'lsin, bordi ketidan qo'ymasin. Hamisha yaxshi niyatga kelaylik, yaxshi niyatlarga boring. Farzandlar baxti saodatini ko'ring deb qolamiz. Va aytib o'tganda bizning millat xalqimiz juda tilga boq, millatsevar xalq. Navoiy viloyatida 133 millat xalq yashar ekan. Tumanimizda 32 millat yashaydi. O'zbek, tojik, qozoq, qoraqalpoq, tatar, rus, hatto nemis barchasi o'rtoq, barchasi inoq do'stlar. Bir-birimizni qo'llaymiz, bir-birimizni tushunamiz degan niyatdamiz. Talablarga binoan qozoqcha qoraqalpoqcha ashullar bo'ladi. Barchasi bisyor, o'rtada turibdi san'atkor, bormi kuy qo'shiqqa talabgor deb. Osmonda ay bo'lmasa adasadi, ko'tarmagan ko'ngilda kir bosadi. Odamlarning ko'ngli oltin sandiq, ayn bo'lmasa so'l sandiqda kim ochadi.
Oynanglar dostlar, oynanglar. Oynab sırak koymanglar. Koy dese de koymanglar. Javahirbek'tin to'yin taң atqancha to'ylanglar. Oynar jolundağı azamat Sörköl elinden kelgen sabır önümüzden çok anjari sizler için. Kerak oynerpazlarga kelsek, ortaga sizler chaqirib qolamiz. Kaçıp gitsem ekin kaladan Avulda da kaynatadı kın шығар Ayırmasın kara kalpak balaylar Kaldaқты da kara şaşыңa Şırағыңды жақ ярым басыңа Ойнап тұрғаныңды көріп хайран қалыппан Ойна нігәрім ойна Kalдақты да kara şaşыңa Şırағыңды жақ ярым басыңа Ойнап тұрғаныңды көріп хайран қалыппан Ойна нігәрім ойна Енді саған қандай қысық айтамын
kızılırık dökülgende kara şaşın örülgende senin nurlu didarına günüm göze görülgende kızılırık kızılırık suyup kaldım ben seni görüp kızılırık kızılırık hoşuma gönül böyle kızılırık kızılırık suyup kaldım ben seni görüp kızılırık kızılırık hoşuma gönül böyle yerlerinde baskalmay tuş qanday bo'lama qabanda chiqolmay qabulmadim sharmanda o'tgan kunni tundirli vaqtimda so'ragan seni kelib kulganda yuragimdan chiqarar o't bo'lib kuyganman so'rashama suyganman bo'lsa da g'ashaqman yurakda hali жүрмейді o't bo'lib kuyganimman o'zga jon suyganimman yurakka hali жүрмейді tek senden жаным gullaydi Көзің сыңғыр сөзің ғашық қойым тең өзің қалағанға даусыңды төзім сәлем десем қарамай кездесуге келе алмай менен басқа сүйген бар ма сәлем десем қарамай кездесуге келе алмай менен басқа сүйгенің бар ма Kız kurdum Madina, netken sulu janela Marhabatga aleyga ademau Orunmalar arman, bolsam mening janjalim Salam ko'rmay shangabum armanim Bir kız kurdum Madina, netken sulu janela Marhabatga aleyga ademau Orunmalar arman, bolsam mening janjalim Salam ko'rmay shangabum armanim Kıyıldan kasarı, kulağına şaşlar Müzemi haşır, malayını dastar Kıyıldan kasarı, kulağına şaşlar Müzemi haşır, malayını dastar Altı жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, азан жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңмен бір
Yeyganingizdan moy bo'lsin, ichganingiz qora choy bo'lsin. Uylaringizning o'rtasi ana shunday bolalarga joy bo'lsin. Bolajonlarning mingani qulun tulpor toy bo'lsin. Ikki xudo andalar nevaraga boy bo'lsin. Bolajonlarga hamisha Alloh bersin, baraka bersin. Qizlaringiz osmondagi oy bo'lsin. O'g'iz bo'lsa boy bo'lsin deb qolamiz. Tortlar bor ekan, og'zini shirin qiladigan vaqt yetib kelibdi. Shirin shakar, oppoq, yo'llari oq bo'lsin, niyatlari pok bo'lsin deb, haqli yigit bo'lsin, baxtli yigit bo'lsin deb niyat qilib, ota-onalari mana shirindan shakar, tortlar tarqatishmoqda. Marhamat olib keling. Pichoqlar, virkalar, tarelkalar xizmatda bo'ladi. Yaxshiyamki seni berdi Xudoyim. Charaqlab turar bayon ko'zlaring, hayotimga ma'no shirin so'zlaring. Bunchalar shirin erkaliklaring, dunyoga alishmas boyligim mening. Menga doim mening erkatoyim, baxtimizga so'lgin har doim. Kunlarimda o'tgan yulduzim, yaxshiyamki seni berdi Xudoyim. Erkatoyim mening erkatoyim, baxtimizga so'lgin har doim. Kunlarimda o'tgan yulduzim, yaxshiyamki seni berdi Xudoyim. Yorim yulduzim, yaxshiyamki seni berdi Xudoyim. Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среда больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. To'yimiz davom etadi. Sochlarim mayda taragan, ko'cha tomondan qaragan, kelin kelsa mahallaga yoki to'y bo'lsa, yaxshi niyat qachon deb kelib to'ychidan so'ragan, to'yimizda mehmon, o'zlari qishloqdan mezbon, mahalla ahli, qo'ni qo'shnilar, bir mahalla 7 ota-onaga taklif etdilar. Mahalla vatan ishra vatandir. Vatan ostonadan boshlanadi deb Munavvar momo, Laylo opa, Firuza opa singillarimiz davramizda bo'lsa, marhamat qilsa, o'rtamizga kelsa, tilak aytib mahalladan ozmi ko'pmi yig'ilgan sovg'alar bo'lsa, bersa deb qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Qaytadan salom beraylik. Hurmatli yo'ldoshlar, bugun bir to'y bo'layotgan ekan. Avon qilas, tanış, bilish degandek, mana sosetdek tomondan o'zimizga pazarlik qilib topdim. Buni qabul etdingizlar. Mazkur bo'lsam, ko'p o'rnlar ko'rishdi. Har doim o'zida keng dasturxondek, o'zida bola to'ydik, uy to'ydik, yer to'y bo'lsa to'ylar kedik. To'ydan boshlarimiz ochilmasdi. Har doim o'tib qara ko'z, xudolar qadamlarimizga nur yog'sin. O'zida kelib turingizlar. Alish berishdagi o'zida barish kelishdi degan katta narsa. Har doim dasturxon kengayib chiqadi. Bundan da katta to'yga to'yinamiz. Hozirda pazarligimizdan topshirib olsin. Cho'chiylikda xatir bor. Avvalambor assalomu alaykum. Barliga javob.
Bayramingiz muborak bo'lsin. Beshik to'ylari hammasi yosh to'ylari muborak bo'lsin. Yoshlik va do'stlikning ajib timsoli. Quvonchga to'lsak g'amlaridan xoli. Yoshlik va do'stlikdan berguvchi darak. Tug'ilgan kuning bo'lsin muborak. Assalomu alaykum aziz xonandalar, mehmonlar. Bugungi bir yosh to'yi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kelar uni suyuqli to'ylarga o'tirish hammamizga Alloh nasib etsin. Mana mobosi ko'rgan bilganlaringiz orqaga o'tsin. Xudoyim mana shu kunlarni birga suyuqli to'ylarga o'tirish, bundan ham ko'payib o'tirish Alloh nasib etsin. Hech kim o'tirgan o'rnini yo'qotmasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz farovon bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. So'z berganlaringiz uchun rahmat. Rahmat aytamiz, topshirishga ruxsatlar beramiz. Sog'va salom deysiz ham hamisha e'tiborda bo'ling. El yurt ahli baxtiga sog' omon bo'ling deb qolamiz. O'rtani sovutmaymiz yana. Sho'x-sho'x taronalar, chiroyli ohangrabo qo'shiqlar, shirindan shakar, yaxshi niyatlar davomida navbatni yana san'atkorlarga berib, barchani o'rtaga taklif etib qolamiz. Yana bir bora san'atkorlarga navbat beramiz. DJ Khalid Murad. Gözler çakma, yuraklar vurdu.
oturup şey kalsın buraya. Siz oturayım bir atamasın neredeyse bulmayın, tavsılmayın, mayır bulmayın deyin. Her nersenin bir atağın neredeyse bular. Biri toyga bargan eken, toyga barsa aytkan eken. O şeyde bir kodu degen nerse bulmak degen değil. Şu yerden ayrılmasın degen değil. Bana Kuday'a yiyecekten, Kuday yaktan, bana seslettiğin namına bir ol, bir miyak Kuday yaktan, bir müzika kılıp yılamız, çakıramız. Kan kayısı kan oynaydı. Bağa benim benim kadar. Kalaydı iste. Olama, olsa çıksın gel. Rahmat. Tamam, ikinci müzika. Ayollar, nima bu? Saysa, begona taqa o'zingiz ma'nolaysiz. Ha, Xudo. O Xudo. Yakın. Keluviniz yaxshi bo'ldi. Musiqangiz ham yaxshi bo'ldi. Oxirgidan Xudoga niye qochib oldi? Yo'q, qochib ketdim. Niye qochib? Nima qochadi? Sherik qochib ketdi-ku. Birinchi. So'nggi yerdan yetib keldi, ha? Mana Xudoga kelingan, Xudoga bu yoqqa kelgan. Xudoga keling. Ya, azman payg'ambar. Men emas. Ya, özünüz. Ya, başka mı? Ya, bu işimizde gerek. Ya ki, bravo, sesinde canan. Endi ko'kda bo'lsa, azda bo'lsa ko'mirni o'rishdi. Har narsaning yo'li bilan vaqtdan ancha vaqt qoldi. Xudoyim bersin, aytganim kelsin, ne dilesang tilagingni bersin.
Olsa toydun kattesi olsun, odan da gider yerlikli olsun. Her daim siz bizlikimiz ayrılmasın. Olsun da katta toyda gider. Ortani so'tlaymiz, azday bo'lib, ko'ngillar qalmasin, muzday bo'lib, chaqramizlaringizni o'rtamizga өнерпаздарға берейік кезекті, ортаға шығып билейік, тағы да билейік кезек әнбиге, кезек өнерпаздарға жалпы би.
Jamoa